2020-yilgi Chempionlar Ligasi g'olibi Bavariya klubi ekanligi barchaga ma'lum. Jamoani ushbu g'alabasiga asosiy sababchi deb Lewandowskining gollari, yangi murabbiyni qilganlari va Gnabryning faol o'yinlari sabab bo'ldi deyishmoqda. Rostdan ham shundaymi? Ha deydiganlar ochig'i juda ham ko'p. Faqat men yana bir asosiy qahramon bo'lmaganda bu g'oliblik balki boshqa jamoalarniki bo'lishini barchaga eslatib va ko'rsatib qo'ymoqchiman. Kutib oling, sizlar uchun Aslbek Hakimov kanalidan super video Manuel Noyerni bu mavsumdagi qahramonliklari. Barselona Bavariya o'yini. Bu o'yin haqida gap ketadigan bo'lsa, shubhasiz Barselonani sharmandalik kuni deb e'tirof etiladi. Faqat aslida Luis Suarez necha marotaba darvozaga zarba yo'lladi. Buni endi hech kimga qizig'i ham yo'q. Faqat bu g'alabani asosiy sababchisi Manuel Noyer o'sha kunni aslida haqiqiy qahramoni edi. Chunki bunday seyflarni ko'rsatish faqat uning qo'lidan keladi xolos. Dunyoning eng sermahsul va eng kuchli futbolchilaridan biri hisoblangan Lionel Messi ham bu mavsum Noyerning darvozasini ishg'ol qila olmadi. 2020-yilgi mavsum Noyerning mavsumi edi desak adashmaymiz. Faqat Messi o'z uslubida kirdi va har doimgidek yo'llaydigan zarbasini darvozabonning uzoq burchagiga naqd 2 marotaba nishonga oldi. Faqat biroz oldin aytganimizdek, bu mavsum Noyerniki edi. Lyon jamoasi bu mavsumda Yevropaning eng kuchli La Liga musobaqasida sensatsiyalarni yondirib kuydirib tashladi. Albatta, Juventus, Manchester City bu jamoalarni yengib yarim finalga chiqqan jamoaning asosiy yetakchisi Memphis Depay sal qolsa Bavariyani ham yengib qo'yishi mumkin edi. Faqat nemislarning baxtiga Noyer darvozada beton devordek turdi. Chunki kontra hujumga o'tgan Lyon jamoasining bosh qahramonlaridan biri hisoblangan Depay sal qolsa myunxenliklarni xafa qilishi mumkin edi. Faqat o'sha biz maqtayotgan Noyer o'z darvozasini daxlsiz saqlab qoldi va jamoaga dalda berdi. Qolgan voqealarni esa yaxshi bilasiz. Neymar Junior. Bu futbolchining harakatlari, tezligi, yo'llaydigan zarbalari darvozabonlarning qo'rquviga aylangan. Bu vaziyatda ham Neymar Mbappe uzatgan mukammal pasni, mukammal zarbasini yo'llash bilan nihoyalab qo'ymoqchi edi. Faqat 2014-yildagi jahon chempioni bu zarbani o'z seyfi bilan to'sib qaytardi. To'p yana Neymarga borib qolgandi. Neymar esa katta tezlikda ochiq turgan sherigiga to'pni uzatmoqchi bo'ldi. Faqat Noyer yana o'z reaksiyasini ko'rsatib, parijliklarning fantastik hujumini buzib qo'ydi. Zamonaviy futbolning yorqin kelajagi va hozirdan futbolning yangi qiroli deb e'tirof etilayotgan Kylian Mbappe nemislar posbonini bir necha bor o'z zarbalari bilan qiynab qo'ygan bo'lsa-da, Noyer doim qiladigan ishini, ya'ni o'z seyflarini ko'rsatib, jamoasini g'oliblik sari olg'a boshladi va yangi futbolning dahosi Kylian Mbappega hali o'zini ustida ko'p ishlash kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Videoni ham oxiriga keldik. Do'stlar, siz Manuel Noyer haqida qanday fikrdasiz? Shu haqida albatta o'z izohingizni qoldiring. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.